Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekaftu. Bugun Malibu 1 mashinasi. Buni mana shu farini ko'rasizlar, qanchalik chizilib, qirilib qolgan. Buni chiroyli qilishimiz kerak. Bizdan baho berasizlar. Chiqqandan keyin egasi faqat bir tarafni qilib ber, bu taraf shart emas dedi. Bu tarafi bu ozgina yaxshiroqda. Bo'lgandan keyin ko'rasizlar, uni qanday bo'lishini, buni qanday turishini mana aka. Bu yaxshiroq turib, mana bu sarg'ayishini qilamiz. Bizlarni kuzatasizlar, ko'rasizlar qanday bo'lishini. Egasi u tarafda ham, buni ham qilaylik deydi keyin. Qanday boshlaymiz. Birinchi 320 bilan ishqalab olinadi. Buni shukurga qilinadi. Kuzatsangizlar, hammasi zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, 320 bilan olindi. Endi 800 ga olinadi. Ko'rasizlar qanchalik xira bo'lib qoldi. Undan keyin 800, keyin 1200, mana 800, 1200 dan olib qo'ydik. Endi xudo xolasa, mana endi xudo xolasa tayyorlab sepiladi. Undan keyin baho berasizlar. Qanday chiqqaniga o'zlaring. Mana aka, xudo xolasa o'xshab qoldi. Tepadan ko'rinishlari hammasi ideal bo'lgan. Yangi farga o'xshab qoldi. Bunisini qaranglar endi, bu xafa. Egasini emotsiyasini ko'ramiz endi nima deydi bunisiga. Bunisi yangi turibdi, indamanglar degan edi. Ana o'ziga sepaylik, bu o'zi yangi deb aytdi. Endi hozir emotsiyasini ko'ramiz, qanday bo'lishi. Egasi kelyapti. Taniganlar bormi? Do'stim. Tinchmisan? Sog'lig'ingiz. Bilati. O'ling gul deyman bular aytgan. Endi bilib Ana mana aytaverasan. Men senga aytdim, qilaymi, yo'qmi dedim. Sen nima deding? Kerak emas, buni qilib ber deding. Qandaychi? Qandaychi? Ekalasini farqini ko'ryapsizlar, qanday bo'lgan. O'sha mana shunga ham aytdim. Buni qildirma dedim, mana lekin farq qiladi. Endi bunchalik bo'lishini qanday endi qayerdan bilaman yura. Men senga aytdim. Nima deding? Ideal chiqmaydi. Ideal demadim. Senga men aytdim, buni qilgandan keyin buni ham qilish kerak dedim. Yo'q, kerak emas, bu yangi turibdi deding. Endi buni qilmasa bo'lmaydi. Bir ko'zing qisib yurasan. Oldin bu ko'zingga, endi bu ko'zingga lekin bu ko'zingda endi. Toshkent bo'lish kerak. Bunisini qo'yaveradimi? Mayli endi. Bunisi bunday, bunisi bunday bo'lib Farqi yo'q. Nima deysiz? Bunisi unaqa yangiday turib ketdi. Buni oldigan. Ko'p uzoq bo'lib qoldi shu. Endi-chi? Bu uzoq bo'lib qoldi. Endi u uzoq bo'lib qoldi, bu bilan yangi bo'lib qoldi. Bitta like bosish esdan chiqmasin.